إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. Ustoz, musulmon inson qonini donor sifatida boshqalarga sotishi joizmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa joiz emas. Ulamolarda ittifoqi borki, qon sotish mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qon sotishdan qaytarganlar. Qonni puli harom deganlar. Hadisda kelganki, qonni puli harom. Ya'ni qonni puli deganda insonning qoni ham qon. O'sha narsani sotib pullash harom bo'lgan narsa. Agar kimda kim sotgan bo'lsa, o'sha pulini ulamolar aytganki, buni boshqa joyga sadaqa qilib yuborsin, yemasin u pulni deganlar. Xobis yo'l bilan kelgan pul bo'ladi bu. Bu birinchidan. Yana ikkinchidan insonning a'zosini o'zi sotish o'zi mumkin emas. Qon insonning juzlaridan, bo'laklaridan hisoblanadi. Inson qonini sotish yoki a'zolarini, masalan, buyragini sotish, masalan, mana bu narsa insonni xorlashga olib kelayotgan narsa. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilib yaratdi. Va laqad karramna bani Adam. Biz odamzodni mukarram qildik degan. Demak, bu inson a'zosini sotish, qonini sotish bu insonni xorlashga kirayotgan narsalardan. Bir tomondan o'zi haromligi, mana hadisda qon sotishdan qaytarilganligi, ikkinchi tomondan bu narsa insonni xorlanishga olib kelayotgan narsalardan. Xullas, bu narsa mumkin emas. Endi doktorlarda, boshqa nimalarda qon kerak-ku kasallarga desa, buni ommaviy bir-birimizga tushuntirish orqali tabarruatlar, ya'ni buni inson savob uchun, Alloh uchun berib o'rganib o'sha narsalarga targ'ib qilish bilan bo'ladi. Bir qancha joylarda ko'rganmiz biz buni. Odamlar o'sha nima savob uchun masjidlarda oldilariga, boshqa joylarga mashinalar to'xtatib odamlardan qon olsa, ko'pchilik odamlar navbatda turib qon bergan holatlarni ko'rganmiz. Doktorlarda qon kerak bo'ladi odamlarga, masalan, kasallarga qon kerak bo'ladi. Uni qayerdan olamiz? Musulmonlar bir-biriga mana shunday ko'makdosh, yordamchi bo'ladi. Uni albatta sotib olish shart emas uni. Odamlarga targ'ib qilinsa, albatta u narsani bir halol yo'l bilan yig'ib olishda iloji bor bo'lgan narsa. Vallohu a'lam.